Diqqatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi Mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandlaringiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang va biz boshladik. Xo'p, qizlar, eng chiroyli gul qaysi? Eng chiroyli gul atirgul. Rozovoy. Bunaqa. Hamsha. Menga atirgul. Atirgul. Meni? Meni. Atirgul. Eng chiroyli gul fioletovoy. Men bilan. Bular. Agar siz atirgulingiz bo'lganda, kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Конечно, oyimga. Nega? Chunki oyim u gulga arziydilar. U guldan ham chiroyli. Oyimda, isinimda. Nega? Chunki chiroyli, aqlli. Oyimga men. Oyimga. Nega? Shunga oyi ani turganlar. Hech kimga. Nimaga? O'zimga qardim agar o'timga. O'zim bo'lsam bo'ldi-da. To'g'rimi? Ha. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi, to'g'rimi? Onamga. Buvimga. Nega? Oyim buvimga. Nega? Chunki onam meni tug'ganlar. Keyin ovqat yedirganlar, sut ichirganlar. Buvimga esa kattaroq gullar beraman. Agar sizda fioletovoy gul bo'lib qolganda, uni kimga bergan bo'lardingiz? Sinimga. Kimga? Sinimga. Nega? Sinimni yaxshi ko'raman. Nega oyingizga emas? Ayjonimga ham. Agar sizda shunaqa gul bo'lganda, kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Oyimga. Nimaga? Chunki oyim gulsiz o'tiradi, charchab. Demak, ikkalanglarga. Chunki qiyinroq. Men gapni boshlayman, sizlar gapni davom ettirasizlar. Masalan, meni ismim Ruxshon opa. boshladik. Jahling chiqsa burningni ushlab ol. Do'st boshga boqar, dushman Toshga boqar. toshga boqar. Shoshgan qiz erga Tegar. tegar. Oltin olma, duo Ol. ol. Mehnatning tagi Pulmi? pul. Yaxshi. Arslon izidan yigit Sigir boqar. sigir boqar. Olmaning tagiga Olma boqar. olma boqar. Aha. Baliq boshidan Tegiga. baliq boshidan tagiga. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar, Ko'ziga. ko'ziga. Barakalla. Qoyil. Jahling chiqsa burningni Qoq. 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 Do'st boshga boqar, dushman Ko'zga boqar. ko'zga boqar. Shoshgan qiz erga Tegadi. tegadi. Tegadimi, tegmaydimi? Tegadi. Chunki hali yo'q. Mana qaytishki. Oltin olma, duo O'qiydi. o'qiydi. Mehnatning tagi Yer. yer. Arslon izidan yigit Keladi. keladi. Olmaning tagiga Uzun qo'yiladi. uzum qo'yiladi. Baliq boshidan Qilinadi. Qilinmaydi, kesiladi. kesiladi. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar. O'ziga. Barakalla, qoyil. Yomon. Jahling chiqsa burningni Bunni boqadi. burni oqadi. Shoshgan qiz erga Yiqiladi. yiqiladi. Oltin olma, duo Yerga tushadi. a Yerga tushadi. yerga tushadi. Arslon izidan yigit Yiqiladi. yiqiladi. Olmaning tagiga Olmaligida o'tlar bor. o'tlar bor. Baliq boshidan Qanoti bor. qanoti bor. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar. Yaxshi qiz. Yaxshi qiz, barakalla. Jahling chiqsa burningni Tishlab olasan. tishlab olasan. Do'st boshga boqar, dushman Alixon Dushmanga bo'ladi. dushmanga bo'ladi. Shoshgan qiz erga Yerga qaror bo'ladi. Erga tegadi. erga tegadi. Oltin olma, duo Duo qil. Duo. Mehnatning tagi Mehnat o'tadi. mehnat yotadi. Arslon izidan yigit Yigit bo'ladi. yigit bo'ladi. Olmaning tagiga Etim o'qiladi. nima qiladi? O ekishadi. Ekin. Nima? Ekin nima? Ekin o'qiladi. O'qiladi? Ekin qanaqa o'qiladi?
ekiladi. Ekin ekiladi. Baliq boshidan Suzadi. har kimniki o'ziga oy ko'rinar. Oy ko'miradi. Oy ko'miladi. Oy ko'miladi. Oy qanaqa ko'miladi? Yulduz. Nima yulduz? Bo'ldi, yulduz oy Bo'ldi, qizinglar bo'pti. qizlik. Rekki mahsuloti. Jekki. Jahling chiqsa burningni Uzib olaman. uzib olaman. Do'st boshga boqar, dushman Dushman urushida. urushadi. Shoshgan qiz erga Erga tegadi. tegadi. Oltin olma duo Duo. o'qiydi. Mehnatning tagi Mehnat bo'ladi. mehnat bo'ladi. Arslon izidan yigit Yigit erga tegadi. olmaning tagiga Uzib oldim. uzib oldim. Baliq boshidan Tushib oldim. tushib oldim. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar. Oy ko'rinadi osmonda. Agar sizlarda kaktus bo'lib qolsa, tikonli gul, uni kimga sovg'a qilgan bo'lardinglar? Uni, конечно, anaqa kompyuter o'ynaymiz-ku, o'sha yoniga qo'yamizda, ziraynamiz past bo'lmaydi o'shanda. Atkonlikmi? Atkonlarni kesib pishirdim, bo'ldi. Buvam bilan yana sinimda yana. Nega? Chunki aqli sinim juda ham men bilan yaxshi o'ynaydi. Men oyisi bo'laman, u bolasi bo'ladi. Nimaga singizga kaktus bermoqchisiz? Shu yaxshi o'ynaydi deyapman. Qo'liga kirib ketsa-chi, tikonli gul u. Uni olib tashlaymiz. Tikoni nima? Kaktusimi? Qanaqa qilib? Chirib ketmaydi-yu, просто siz aytyapsiz. Keyin ushlaganimda qonib ketsa qo'lim, nima bo'ladi? Sekin ushlaysiz qonatmay qo'lingizni. Hey, qonat ketadi. Bab qonab ketadimi? Opamga. Nega? Tashlab yuborardim o'shaga. Nega? Yoqimli. Keyin opa ko'zingizni yuming deb, keyin ko'zlarini yumtardi, ketardilar bu jonimga. Nega? Chunki bu jonim ham o'tiribdilar ulsiz. Gulsiz o'tiribdilar. U tikonli gulni bu joningizga sovg'a qilasizmi? Sovg'a qilaman. Men ham kaktusni yaxshi ko'raman hozir. Kaktus yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, qoyil. Sassiq hid qayerdan keladi? Sassiq hid musurkadan. Molni hidida. Molni hididan. Qayerdan bildingiz uni? Aytaymi? Kecha zooparkda bordik, shunaqa maymunlarda bor. Maymunlarda? Hu qiladi o'shada. Kecha borib ko'rdim-da, zooparkda qanaqa vanyuchka bo'ladi o'shanaqa. Sassiqmi hidi? Endi havo isib ketganiga shunaqa bo'lib ketganda. Rostdan. Ha. Shunaqa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Ayada U bechoralar tualeti yo'q bo'lsa. Yerda siyadimi? Yo'q, endi tualeti bor-ku, bizanikiga o'xshagan emas-da. Ha? Просто yerda siyadi. Choy sasib ketadigan. Bansa bor-ku. Ha. O'sha nega? Nega? Ha, o'zi kasal bo'ladi-ku. O'shinga sassiq keladi. Kasal bo'lsa sassiq keladimi? O'tishadi. Musordan chiqadi. Qattandir sasigan hid keladi-da. Qayerda? Ayodandir yoki ayodan. O'sha hidni yo'qotish uchun nima qilsa bo'ladi? Nimadir tepsa bo'ladi. U musorkaga axlatni kim tashiydi? Shu anaqa axlat ko'p bo'lib ketsa, o'shani tashlab ketishadi. U keyin musorkada yig'ilgan ko'p axlatni qayerga tashlaydi? Shu yuk mashinasi bor. O'shanga olib ketishadi-da, musorka joyiga tashlab ketishadi. U musorka joyidan keyin nima qilishadi? Keyin ketishadi. Bo'lmi, sasib yotaveradimi? Iya. Keyin uni bitta joyga olib boradi-da, uni qistirib, anaqa olov joyiga tashlashadi, erib ketadi. Qo'y. Musor mashinalar musorga olib ketishadi. Keyin uni qayerga olib borishadi? Uni musor joyiga. Hamma musorlarni yig'ishadi. Keyin nima qilishadi? Keyin olib ketishadi. Qayerga? Musor joyiga. Yana olib ketishadimi shunaqa? Keyinchi? Keyin tashlashadi o'sha yerga.
Uyda kim kasal bo'lib qoldi? Biz uyimizdami? Kichkim oldin bobom kasal bo'lib qoldi deb beli og'ridi. Hozircha Yo'q, yaxshi bo'lib ketdi. yaxshi bo'lib ketdilarmi? Boboyingizni kim tuzatdi? Ukol, doktor. Aha. Ana oyim ukol qildiradi, tezda shunda bo'ldi. Men. Sizmi? Nega? Muzda ichdingizmi? Men kimga ukol qildim? Rostdanmi? Og'rimaydi. Og'riydi-ku. Og'rimaydi. Mana men kecha ukol qildirib keldim, o'lib qoldim og'riqdan. Kattasi endi. Nima bo'ldi? Quloq qistirishgan. Ha, uyda bu jonimni boshlari og'riydi. Boshlari og'ridi? Nega? Seni baqirtiradi. Seningiz baqirtiradimi? Nimaga? Chaqir qiladi. O'shanga bu yuzi boshlari og'rib qoladimi? Ha. Oyim, Nimaga? bilmayman-da. Bu yuzni kim tuzatib qo'yadi? Men. Sizmi? Qoyil, siz doktor bo'lmoqchi edingiz-ku, to'g'rimi? Barakalla. Oyingiz kasal bo'lib qolsalar, oyingizni kim tuzatadi? Doktor. Doktor kasal bo'lib qolsa, uni kim tuzatadi? O'zi tuzalib ketadi, o'zida ukol qiladi. O'ziga o'zimi? Unda qilib. Iya. Men bobom shunaqa qilardi. O'zida o'zim unaqa qilardi. Men. Hamma kasal bo'lsa o'zim tuzataman. Iya, qoyil. Kim davolaydi? Adam Adingiz davolaydilarmi? Qanaqa qilib? doktorga olib boradi. Uyda sizlarni nima deb erkalashadi? Bizmi? Mana ona qizim deb. Sen nima deb erkalashadi, Saodat? Qizim deb. Asal qizim, shakar qizim deydi. Ana ko'taradi mana. Bir-birlarini ko'tar deyman. Oyingizgami? Yo'q. Adamda lekin meni ko'tarmaydi. Erkalab bosadi. Mana erkalaydi. Mana adam erkalaydi. Nima deb? Beni asal qizim erkalaylar. Kim narsa beradi. Asal qizim, nomot qizim, shakar qizim deydi. Kim shunaqa deb erkalaydi? Ayam, bobom, hamma oila. Cho'ta. Mana endi asal qizimda, ana qizimda. Asalim, shakarim deb, qoravoyim deb. Savol. Qaysi qush tuxumdan chiqadi, lekin o'zi tuxum qo'ymaydi? Tada. Xo'roz. To'ppa-to'g'ri, barakalla. Xo'roz. Xo'roz, qoyil 5 tashing. Xo'roz qo'yadimi? Tuxumdan chiqadi, lekin tuxum qo'ymaydi. Xo'roz. Barakalla. Qoyil. Tovuq. Yo'q. Tovuq o'g'il bolasi nima? O'g'il bolasi xo'roz. To'g'ri, xo'roz. Oilani jahli chiqsa nima deydilar? Agar meni oyim jahli chiqsa boshqa qilmagin, unaqa yomon deb erkalab qo'yadi. Agar jahli chiqib ketsa-chi? Jahl chiqsa, sizda ham bo'lgan-ku, uralla qilishni. Sizda ham bor. Aytganimni qil dedi. Baqiradi. Qoch ko'zimdan yo'qol dedi. Siz nima qilasiz o'sha payt? Yig'ilib, keyin ko'chaga chiqib ketaman. Mana oyim jahllari chiqmaydi. Yomon ish qilib qo'ysam, nimaga bunaqa qilding deydilar. Siz nima deysiz o'sha payt? Kechiring deb kechirib so'rayman. Yaxshi. Farzandingizning immuniteti mustahkam bo'lishini istasangiz, unda Fanni multivitamin kompleksini tanlang. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet tarmoqlari orqali yoki quyidagi raqamlar orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.